ko'zni kichkinagina masshtabli joyga juda ham ko'p kraska tiqqan hisobga ko'zni o'chirishi juda ham uzoqroq muddatga boradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi protsedurada ochilmaganga o'xshab ko'rinadi. To'rtinchi, beshinchi, oltinchi protseduradan keyin ochiladi. Sababi, men tozalovchiman. Terilarni ichiga kirgizgan narsalarni tozalab chiqaman. Sizga zarar bermay, qiynamay, qon chiqmasligi uchun bir oyda bir protsedura qilish kerak. Bitta ko'zni o'chirish uchun kamida 7-8 ta, ko'pida 15 tadan 20 tagacha protsedura ketadi. No, sizda ko'rib turibman, oldilari sal yo'qki qilingan, междуяичничка unaqa qalin emas, sal tezroq ketish kerak. Ya'ni minimalizada o'sha 7-8 protsedura.